Assalomu alaykum hammaga. Student intervyuimiz bugungi sonida 16 yoshida IELTSdan 8 ball olgan o'quvchimiz Jasmina bilan suhbat quramiz. Ismim Jasmina. IELTSdan 8 ballni qo'lga kiritganman. Hozirda diplomatiya litseyida 1-kursda o'qiyman. IELTSdan 8 ballni oldim. Listening qismidan 9 ball, reading qismi 8,5, writing qismi 7 va speaking qismidan 8 ball. Har doim birinchi qiladigan ishim passajlarni olganimda hamma passajlarni mavzusini o'qib chiqardim. Qaysi mavzu menga qiziqroq tuyulgan bo'lsa, birinchi o'sha passajdan boshlardim. U passaj 3 bo'ladimi yoki passaj 1mi? O'zimga qiziq bo'lgan mavzuda narsa o'qisam, har doim tezda o'qib tugatib qo'yaman va tushunishim oson bo'lardi. Mana shu narsani o'quvchilarda juda ham yaxshi ko'raman. Qachonki o'quvchilar o'zlari kreativ bo'lib, o'zlarida ideya chiqarib, o'zlarini metodlarni o'ylab topishadi. O'quvchilar so'rashadi, qaysi passajdan boshlasam bo'ladi? Like, is it even a question? Bu ham savolmi? Xohlagan passajni. Ba'zi o'quvchilar o'ylashadi, IELTSda xuddi anaqa drivingni endi o'rganayotgandek chapga ham o'ngga ham to'g'ri qarab ketaveradi. Xuddi shunaqa o'quvchilar borda. O'zini flexible his qilish kerak. To'g'ri, siz aytganingizdek, masalan, o'zingiz metodlar o'ylab topgansiz-ku, qaysi passaj qiziq bo'lsa, shundan boshlayman. Demak, hammaga har xil ishlash mumkin ekan. Assalomu alaykum hammaga. Student intervyuimiz bugungi sonida 16 yoshida IELTSdan 8 ball olgan o'quvchimiz Jasmina bilan suhbat quramiz. Jasmina, kelibsiz intervyuimizga. Jasmina, o'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bersangiz. Ismim Jasmina. IELTSdan 8 ballni qo'lga kiritganman. Hozirda diplomatiya litseyida 1-kursda o'qiyman. Okay, demak, birinchi o'rinda shu oxirgi imtihoningiz haqida gaplashsak. Siz mana overall 8 ball oldingiz. Sectionlaringiz qanaqa chiqdi va imtihonni qachon topshirdingiz va bu nechinchi marta urinishingiz edi? Imtihonni fevral oyida 7-fevral kuni topshirdim va IELTSdan 8 ballni oldim. Listening qismidan 9 ball, reading qismi 8,5, writing qismi 7 va speaking qismidan 8 ball. Barakalla, juda ham yaxshi. Endi birinchi shu IELTS yoki ingliz tili o'qigan paytlaringizni eslasak, siz ingliz tili o'qishni necha yoshda boshlagansiz va mana shu IELTSdan 8 ball olguningizgacha bo'lgan jarayonda nimalar sizga ko'proq yordam bergan? Generally. To'g'risini aytsam, ingliz tiliga kirib kelishim kichkinaligimdan boshlangan. Menimcha, birinchi, ikkinchi sinfligimdan o'sha ingliz tiliga qiziqqanim tufayli uydagilar, ota-onam meni qo'shimcha darslarga berishgan. Shu bilan 6-sinfgacha menimcha General Englishni o'qiganman. Va 6-sinfda birinchi marta IELTSga kirib kelganman. Shunda keyin 2023-yil birinchi marta IELTS topshirganimda 7 ballni qo'lga kiritganman. Va to'g'risi men 7,5 kutgan bo'lganman. O'shanda ozgincha xafa bo'lganman va oradan 20 kuncha tayyorlanib, yana topshirganimda 7,5 chiqqan. Shu bilan IELTSni to'xtatganman. Keyinchalik SAT o'qishni boshlaganman. Shu bilan IELTSni to'xtatganman. Ingliz tilida hayotimni katta qismi bo'lib qolib ketgan. Har doim o'rtoqlarim bilan yoki uydagilar bilan faqat ingliz tilida gaplashardim va ko'proq o'zbek tilidan ham ko'proq ingliz tilida gaplashaman hozirgacha ham. Demak, baribir o'rtoqlaringiz, uydagilaringiz ham ingliz tilini bilishi bu katta foyda deb o'ylayman. Chunki o'zimizdan ham oilamizda ko'pchilik ingliz tilini bilishadi va shu birinchi o'zim o'qish boshlaganimda ham juda ham foydali bo'lgan bu narsa. Va hozirda ham o'zim ukalarim, singillarim o'qiyotgansiz, like really good. Juda ham yaxshi. Endi sizni кейsingiz o'ylashimcha juda ham qiziqarli keys, chunki siz 3 marta test topshirgansiz va uchalasida ham yuqori ball olgansiz. Chunki 7 olish ham o'quvchilar uchun juda ham ba'zi o'quvchilar uchun orzuda. Chunki 7ni ham bilasiz, imkoniyatlari keng. Chet el universitetlariga ham 7dan boshlab o'taveradi ko'p hollarda. Endi shu 3 marta topshirganingiz ham yuqori ball olgansiz va nima qiziqtiradi hozir meni? Shu masalan birinchi topshirganingiz 7 olgansiz, ikkinchi topshirganingiz 7,5 olgansiz va uchinchisida 8 olgansiz-ku. Mana shu 3 marta test topshirayotganingizda nimani farqliroq, different usulda qilgansiz? Masalan, 7dan 7,5 ga o'sguningizcha yoki 7,5dan keyin 8 ga o'sguningizcha nimani siz boshqacharoq qilgansiz o'sha tayyorgarligingizda? Nimaga siz birinchi topshirganingizda 7 olgansizda, keyingisida 7,5, keyingisida 8 olgansiz? Menimcha birinchi martasida 7 olganimda menda testda qo'rquv bo'lgan yokida anxiety bo'lgan. Shu tufayli menimcha pastroq chiqqan. Keyin yana birinchi marta o'sha experience'im bo'lgani uchun keyingi marta topshirganimda o'zimni more comfortable his qilganman. Shuning uchun 7,5 chiqqan. Keyin shundan keyin ingliz tilini aytganimda to'xtatganman va yaqinda o'sha oldingi sertifikatlarim expire bo'lgani uchun yana topshirishim kerak bo'lgan litsey tufayli. Keyin yana o'qishni boshladim. Bunda menga speaking qismida ham yokida writing qismida ham Mr. Adhambeyni yordamlari katta bo'lgan ularda ham. Har bitta sectionga alohida to'xtalib o'tganimizda bizga yaxshi tushuntirganlar hammasini va o'shandan keyin ham test bo'yicha overall experience'im ko'tarilgan deb o'ylayman. Tushunarli.
bilishim bo'yicha masalan 16 yoshingizda 8 olganingizdan keyin va u sertifikatingiz expire bo'lgan bo'lsa, siz 7ni necha yoshda olgan bo'lasiz shunday? 14 yoshim olgan. 14 yoshingizda olgan bo'lgansiz. Shaxsan o'zimda ham xuddi shunaqa bo'lgan. 14 yoshimda o'zim ham 8 olaman deganman. Testga borib 7 olganman. Endi u vaqtlar paper test bo'lgan. Unchalik masalan exam experience anaqa. Sizga mana shu paper topshirgansiz boshida. Shu baribir o'ylayman o'quvchilar imtihon topshirishdan avval mocklarga borib experience'ini oshirish kerak. Chunki 7 bilan 7,5 orasidagi farq ham shu bu examdagi performance bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Shuning uchun ham o'zim o'quvchilarimga ham va boshqalarga ham tavsiya qilaman shu imtihondan avval kamida bir 5-6 marta mocklarga borib ko'rishi. Shunda o'zini siniydi, exam atmosferasini his qiladi, o'rganadi. Va juda ham xursandman. Siz masalan 7,5 olgan bo'lsangiz ham o'zingizdan qoniqmasdan yanada o'sha IELTS shioriga o'xshab aimfozni highest qilib o'sha yana topshirgansiz. Hech afsuslanasizmi? Masalan 3 marta IELTS topshirganingizga yoki bo'lmasam afsuslanadigan nimalaringiz bor IELTSdan? Masalan, agar qilganimda balkim 8,5 chiqardi. Men afsuslanadigan narsam writingga ko'proq urg'u bermaganim. Chunki har doim men writingda qiynalganman. Writing yozish men uchun qanaqadir zerikarli bo'lgan. Keyin lekin oxirgi marta topshirgan imtihonimda nega bilmayman, writing qanaqadir yoqishni boshlagan. Уже IELTSni topshirishim kerak bo'lgan. Registratsiya qilib qo'ygan bo'lganman. Ko'proq praktikga ko'p vaqt sarflamaganman. Shu tufayli ham menimcha ko'proq praktika qilganimda balkim yaxshiroq ball chiqardi. O'zi oxirgi imtihoningizda masalan 7 ball olgan bo'lsangiz ham writingdan bu juda ham yaxshi natija deb o'ylayman. Hattoki ba'zi o'qituvchilar ham bu natijani olishga qiynalishadi hozirgi kunda, lekin juda ham yaxshi. Demak, to'g'ri aytganingizda o'sha writingni o'stirish, agar sal o'stirganingizda balkim 8,5 ga chiqqan bo'lishi mumkin edi. Balkim yana bir marta IELTS topshirmoqchi bo'lsangiz, keyin sifat writingga urg'u berib, buni qilsangiz bo'ladi. Keyingi savolim shu IELTS Zone bilan boshlangan journeyingiz haqida. IELTS Zone'ga qachon kelgansiz, necha oy o'qigansiz va birinchi kelgan kuningizni esla olasizmi IELTS Zone'da? Nimalar bo'lgan birinchi kuningizda? IELTS Zone'ga meni kursdoshlarimning tavsiyasi bilan kelganman. Birinchi kelganimda menga hamma Misrat Hambiga keling deb maslahat berishgan. Administratsiyaga borganman-da, shu Misrat Hambini kurslari kerak menga deganman. Keyin ular menga aytishgan, yaqinda ularning ekspert guruhlari ochiladi, o'sha guruhga qo'shilsangiz bo'ladi deyishgan. Keyin men ekspert guruhiga qo'shilganman. Birinchi dars kuni hamma bilan tanishganmiz va menga eng yoqqan sifatlari sense of humorlari bo'lgan. Darsni qiziqarli qilib o'tganlari va dars boshlanishida o'sha speaking yarim soatcha speaking qilganmiz. Hammaga qiziq mavzular berganlar, hamma bir-biri bilan speaking qilgan. Shunisi menga yoqqan. Shu tufayli bo'ldi shu ustozda qolaman deganman. Demak, sizni oldin kursdoshlaringiz ham shu IELTS Zone'ni tanlab, IELTS Zone'da o'qib ketishgan bo'lgan. Yaxshi. Endi masalan, o'zingiz IELTSni necha marta topshirgansiz? Masalan, shunaqangi endi sizni butun IELTSdagi experiencedan kelib chiqqan holda qanaqa tipda sizga ishlaydi deb o'ylaysiz? Masalan, listeningiz 9 chiqdi. Listening uchun faqat sizga bitta odam kelsa-da, mana bunaqa meni vaqtim yo'q, 2 oy vaqtim bor, listening 9 qilishim kerak. Faqat bitta gap aytsang bo'ladi desa, qanaqa tip bergan bo'lardingiz? Men o'ylashimcha, men o'zimga ham ko'p yordam bergan narsa bu o'zingizni hayotingizni faqat ingliz tili bilan bog'lash menimcha. Hozirda masalan qanaqa social media contentlar bo'lsa, hammasi ingliz tilida bo'ladi menda. Birorta narsa o'rganmoqchi bo'lsam, hamma tutoriallarni ham hammasini ingliz tilida ko'raman. Yokida любой narsani faqat ingliz tilida bo'ladi. Va imtihondan oldin menimcha maslahat beradigan narsam shu 2 oy faqatgina o'zingizni ingliz tiliga immersion qilish kerak deb o'ylayman. Demak, ingliz tilida ko'proq kontent ko'rib, shunaqa. Endi siz shu o'rinda social mediani eslatib o'tdingiz. Ko'pincha o'quvchilarim o'zim ham social media nima deb so'rasam, hammasi Instagram deb gapirish yoki Telegram deyishadi. Siz nima demoqchisiz social media deganingizda? Instagramdan ko'rish kerakmi? Social media deganda men ko'proq YouTube bilan TikTokni bilaman, chunki Instagramga ko'p kirmayman. Masalan, YouTubega kirsam ham yokida TikTokga kiradigan bo'lsam ham har xil videolar chiqadi. Ular menda faqat masalan one day in my life or vlogs, many vlogs. Shunaqa vloglarni ham ingliz tilida ko'raman va menga ham qiziq bo'ladi, ham men nimanidir o'rganaman. Plus IELTS listeningda biz part 1 bilan part 4 daily conversation bo'lishi mumkin-ku. Shularda menga yordam bergan. Daily conversationlarga native Englishga moslashishga yordam beradi deb o'ylayman. Yaxshi. Demak, mana shu narsa. Endi YouTube o'zingiz ko'p ko'rgan ekansiz. Aynan qanaqa kanallarni maslahat bergan bo'lardingiz o'quvchilarimizga? Yozib qoldiramiz videoga. Men har xil mavzularda ko'rardim. Ko'p
qiziqqan mavzularni, masalan, university tourlar bo'lishi mumkin. Yokida masalan chetga topshirmoqchiman, har xil admissionga aloqador YouTube videolar bo'lishi mumkin. Yokida masalan hozir AP o'qiyapman. APlarni ham hammasi ingliz tilida bo'ladi-ku. YouTube'da faqat ularni explanationlari ingliz tilida bo'lgani uchun ham o'sha paytda ham yordam bergan, hozirgacha ham yordam beradi menga. Yaxshi. Demak, bu listeningda ko'proq kontent ko'rish kerak ekan. Rahmat tavsiyasi uchun. What about reading? Readingda siz 8,5 olgansiz. Qanaqa qilib 8,5? O'zi birinchi readingingiz chiqqan, birinchi topshirganingiz. Birinchi topshirganimda readingim 7,5 chiqqan. Keyingisida 8, bunisida 8,5. Har doim menda true false not given'da xatolik bo'lgan, chunki nega bilmayman, har doim overthinking bo'lardi menda, outside knowledge ishlatib qo'yardim. Shunda menimcha imtihonda ham passage 1 bilan passage 3da true false not given bilan yes not given tushgan. O'sha ikkalasida xato qilganman, shuning uchun 8,5 chiqib qolgan deb o'ylayman. Menga yordam bergan narsa har doim faqat passageda nima yozilgan bo'lsa, faqat o'shanga qarash kerak. Umuman overthinking qilmaslik kerak, infer qilmaslik kerak. O'shanda to'g'ri javob topish osonroq bo'ladi deb o'ylayman. Plus menga yordam bergan narsa, har doim birinchi qiladigan ishim passagelarni olganimda hamma passagelarni mavzusini o'qib chiqardim. Qaysi mavzu menga qiziqroq tuyulgan bo'lsa, birinchi o'sha passagedan boshlardim. U passage 3 bo'ladimi yoki passage 1mi? Shunda men o'zimga qiziq bo'lgan mavzuda narsa o'qisam, har doim tezda o'qib tugatib qo'yaman va tushunishim oson bo'lardi. Shuning uchun test qiyin bo'lsa ham, qiyin passageni ham o'zim qiziqqan mavzuda bo'lsa, ularni tugatish osonroq bo'lardi. Bu warm up sifatida ham yaxshi bo'ladi. Shuning uchun shunday maslahat bergan bo'lardim. Bilasizmi, mana shu narsani o'quvchilarda juda ham yaxshi ko'raman. Qachonki o'quvchilar o'zlari kreativ bo'lib, o'zlarida ideyalar chiqarib, o'zlarini metodlarini o'ylab topishsa-da, ba'zi o'quvchilar o'ylashadi, IELTSda xuddi anaqa drivingni endi o'rganayotgandek chapga ham o'ngga ham to'g'ri qarab ketaveradi. Xuddi shunaqa o'quvchilar bor-da. Bu o'quvchilarga o'zini flexible his qilish kerak. To'g'ri, siz aytganingizdek, masalan, o'z metodlar o'ylab topgansiz-ku, qaysi passage qiziq bo'lsa shundan boshlayman deb. Lekin o'quvchilar so'rashadi, qaysi passagedan boshlasam bo'ladi? Is it even a question? Bu ham savolmi? Xohlagan passageni. Endi shunaqa vaziyatlarda javob beraman. Masalan, passage 1dan boshlaydi, 15 minutda tugatadi. Passage 1 osonroq degan naqada. Lekin yaxshi, zo'r. Endi writing haqida afsuslarim bor dedingiz, ertaroq gaplashganimizda. O'zi birinchi writing ballingiz chiqqan va shuni 7 ga o'zgartirish uchun nimalar qildingiz, nimalarga urg'u berdingiz? Birinchi writing ballim 6 chiqqan. Aytganimdek, har doim writingda qiynaladigan qismi bo'lgan. 7 ga Task-1dami, task-2dami ko'proq? Ko'proq task 2da qiynalardim. Hozirgacha ham task 2da qiynalaman. Chunki task 1ga keladigan bo'lsak, task 1da agar siz topic related yokida masalan o'sish, tushish kabi advanced vocabulary yokida grammarni biladigan bo'lsangiz, menimcha yaxshi yoza olasiz. Task 2ga keladigan bo'lsak, menimcha ideyalarda muammo bo'lganmi bilmayman-ku, shu task 2da qiynalardim. Bu safargisida ham task 2ni birinchisi yaxshilab yozgandim. Keyin task 1ga kelganimda 14 minut vaqtim qolgan. Task 1ni zo'rg'a menimcha 150 ta so'z qilganman. Keyin yaqinda breakdown olganimda task 1 task 2dan balandroq chiqqan, vocabulary bilan grammar 8 chiqqan, qolgani 7. O'shanda o'ylaganman, men o'zim har doim vocabulary bilan grammarga ko'proq urg'u berardim. Lekin idea generation uncha ko'p e'tibor bermagan uchun ham pastroq chiqqan deb o'ylayman. To'g'ri, o'zi yozishdan ham ko'ra task 2da birinchi o'ylash muhimroq-da. O'shaning uchun ham bir marta shu IELTS'ning kanalida bor bu podkast, qanday qilib 9 olsa bo'ladi. O'sha mavzudagi podkastda shunaqa degandim. Writing uchun ko'proq o'qiyman deb. O'zi rostdan ham shunaqa deymi? O'zim ham 3 marta 8 dan olganman writingda. Har doim agar tips so'rashda o'qinglar. Chunki o'qish sizlarga birinchi o'rinda o'ylashga yordam beradi. Yaxshi o'ylagan odam yoza oladi ham-da. Keyin dunyoqarashni ham oshiradi har tomonlama. Endi oldingizga bitta IELTS kandidat keladi. Mani 1 oy vaqtim bor. Menga writing o'stirish uchun nima qilaysiz, nima degan bo'lardingiz? Menimcha writing o'stirish uchun shu siz aytganingizdek ko'proq spesifik mavzular bo'ladi-ku. Yokida environment haqida, public resources haqida bo'lishi mumkin. O'sha spesifik mavzularni masalan internetdan qidirib ko'radigan bo'lsa, o'zi yozib chiqarib beradi. Hozir Googledan qidirsak. O'shalarga har bittasiga vocabulary deyolmayman. Prosta ideya yig'ish bo'lsa ham bo'ladi. YouTube videolar bo'ladi yokida Garden'dan article o'qisa bo'ladi.
ko'proq artikl o'qisa, o'sha haqida ko'proq ma'lumot yig'sa, menimcha, ilojisi bor balandroq ball olishni. To'g'ri aytasiz. Endi o'zingiz masalan har doim ham writing qilish yoqmaydi. Ayniqsa Gen Z writingda struggle qiladi. Bilmadim. Yoshi katta odamlar har doim xat yozib, nima yozib o'rgangan. Gen Z u bunaqa writingda qiynalishadi. Lekin rostdan ham agar odam o'qisa, menimcha faqat IELTSda emas, ingliz tilida emas, har qanday tilda ham agar odam yaxshi o'qishi bo'lsa, qolgan 4 ta skill'i ham, qolgan 3 ta skill'i ham yaxshi bo'lib ketaveradi. Va last but not least speakingdan siz 8 olgansiz. Qanaqa bu ballga erishgansiz, nimaligini e'tibor qaratgansiz 8 olganingiz uchun? Speaking 8 olganimiz asosiy sabab menimcha, men har doim daily English ishlataman. Kunlikda ingliz tilini ishlataman. Menimcha bu menga ancha-muncha yordam bergan va qiziq voqealar ham bo'lgan. Bizda men o'rtoqlarim bilan aytgandek ingliz tilida gaplashaman va biror yerga borganimizda har doim o'zimizni ingliz deb pretend qilardik. Faqat ingliz tilida gaplashardik-da, hamma bizni ingliz deb o'ylardi. Shunda ham qiziq ingliz tilini qiziqarli qilib improve qilganman. Lekin har doim part 2 da qiynalardim, nega bilmayman. Men har doim o'ylardimki, part 2 da bizga bullet pointlar beriladi, to'g'rimi? Bullet pointlarda har bitta savolga javob berishim kerak. Agar javob bermasam, ballim past chiqadi deb o'yladim. Keyin shu har bitta bullet point haqida gapirib bo'lganimdan keyin, уже nima haqida gapirishni bilmay, confused bo'lib, stuck bo'lib qolardim. Keyin Mr. Hamiddan so'raganman, shunaqa nima qilsam bo'ladi deb so'raganimda, aytganlar, o'zim men umuman bullet pointga qaramayman. Men mavzuni o'qiyman-da. Mavzuga related gapirib ketiraman deganlar. Siz ham shunaqa qilib ko'ring deganlar. Keyin men ham umuman bullet pointga qaramaydigan bo'lganman. Mavzuni birinchi savolni o'qirdim-da. O'sha savolga aloqador narsa haqida gapirib keturardim. O'shanda menga confusion kamroq bo'lardi. Plus yaxshiroq fluency ham yaxshiroq bo'lardi. Shunaqa deb o'ylayman. To'g'ri. Menimcha ko'p o'quvchilar, ayniqsa 1-2 yillar oldin o'quvchilar faqat bullet pointlarga qarashga bo'lmasa ball tushadi deb o'ylashardi. Keyin shu adashmasam Beyzit Rahimov bu mavzuni birinchi ko'targanlar, bullet pointlarga qarab anaqa qilish shart emas. Endi istashim bo'yicha. Lekin bilasizmi, hammaga har xilda. Masalan, hamma o'zini metodini o'ylab topish kerak, lekin shaxsan o'zim speakingda masalan faqat bullet pointlar bilan gapiraman. Har bir bullet pointni ichini xuddi boyagi part 1 yoki part 3 da gapirgandaqa ichini ochib berib keyingi bulletga o'taman. Keyin u pointni gapirib keyingisiga o'taman. Mana shunaqa qilaman-da. Endi ba'zilar bor, masalan, faqat topik o'ziga bullet point ularni cheklaydi, teskarisiga ishlaydi. Lekin menga bullet pointlar rosa ham yordam beradi. O'shuning uchun har bir bullet pointga to'xtalib, uni yuqori anaqa ko'proq ochib berib, keyin shu 2 minutdan ham oshib ketadi. O'quvchilarga ham shunaqa o'rgataman. Demak, hammaga har xil ishlash mumkin ekan. Hozir sizdan eshitdim, bunaqa qilib ham odamlar ishlashini. Shaxsan o'zim chunki faqat bullet point bilan ishlayman. Lekin shu bullet pointga qaramasa ham ball tushmaydi. Bu narsa to'g'ri. Mana o'zi bu sportda ham shunaqa, nima desam, yoki har qanaqa sohada ham shunaqa deb o'ylayman. Muvaffaqiyatga erishish uchun birinchi o'rinda consistency bo'lishi kerak. To'g'rimi? Masalan, siz bir kun o'qib 10 kun o'qimaysiz, yoki bir kun train qilib 10 kun essa yozmaysiz. Bu narsa yaxshi emas. Lekin ko'p o'quvchilar shu motivatsiyasini yo'qotadi, depressiya, o'zim o'quvchilarim ham ko'p bo'lgan. Keyin consistently practice qilmaydi ular. Siz qanaqa qilib shuni necha oy shug'ullangansiz? 2 oy. 2 oy. 2 oy davomida to'xtamasdan va undan oldin ham o'zi shug'ullangansiz IELTS bilan. Qanaqa qilib o'sha regular practice qilgansiz? Nima sizni motivatsiya qildi? Men o'zi shu kayfiyatimga qarab men listening yoki reading qilishni tanlardim. Kayfiyatim yaxshi kunlari readingni qilardim. Yokida on the days when I'm feeling down, unda listening tanlardim. Chunki listening menga osonroq tuyulgani uchun listening tanlardim. Consistency desa bo'ladimi, buni yo'qmi bilmadim-ku. Kayfiyatimga qarab ishlardim. Speakingga keladigan bo'lsak, speaking men har doim ingliz tilida gapirardim. Bu consistently bo'lgani uchun menimcha yaxshi bo'lgan. Writingga keladigan bo'lsak, to'g'risi oxirgi 2 haftagacha unchalik ko'p consistently practice qilmaganman, essa yozmaganman. Keyin lekin oxirgi 2 haftada уже mock testlarga qatnashib boshlaganman. Shu mock testlarda faqat writingga timed vaqtda yozardim mock testimda. Keyin o'sha tufayli ham menga consistently practice qilmaganim uchun ham menimcha kam chiqqan, pastroq chiqqan deb o'ylayman. Endi siz pastroq deysiz, lekin writingingizdan past emas. Boya gapirib o'tganimizda ba'zi bir o'qituvchilar ham bu ballarni ola olishmaydi. Masalan, lekin juda ham yaxshi.
qayta shu mockni gapiryapsiz. Bu fikringizga yana bir marta yana gaplashsak bo'ladi buni. Qo'shilaman, chunki shaxsan o'zim ham IELTSga tayyorlanayotgan vaqtimda uyda o'tirib yozish balkim yoqmaganida birdan mockga registratsiya qilib mockga borib yozardimda. Keyin qancha ko'p mock topshirsangiz o'sha exam atmosferasini his qilasiz, bu narsalar haqida gaplashib ko'ring. Yaxshi. Mana Jasmina banihoyat o'sha o'zi xohlaganini 8 olish yoki qaysi biri olish xohlaganingiz? 8,5 kutayotgandim. 8,5 ga 0,5 deb qoldi. One skill haqida o'ylab ko'rmadingizmi? O'ylab ko'rdim, keyinchalik menda SAT, AP imtihonlarini topshirishim kerak bo'lib qolgani uchun bo'ldi, yetadi dedim. 8 ham yetadimi? Chunki men chetga topshirmoqchiman, yetadi. Bemalol yetib ortadi sizdan. Keyin o'zingiz aytganingizda AP, SATlar, o'zim ham APlar olganman, juda ham qiyin. Ko'pchilik O'zbekiston agar AP o'qimayotgan o'quvchilar bilmasligi mumkin bu narsani, lekin u ham qiyin baribir. Hali ham o'sha 5 mi eng okey, endi Jasmina mana o'zingiz shu xohlagan 8 ballni ham oldingiz. Endi keyingi planlaringiz qanaqa? Siz boya gapirib o'tdingiz AP fanlar SAT o'qiyotganingizni. Nimalar qilmoqchisiz endi? Hozircha men aytganimdek SAT bilan AP ga tayyorlanaman. APlarimni tugatganimdan keyin o'sha SATni ham birdek qilib, chetga topshirmoqchiman inshaalloh. Qaysi davlatga? Amerika yokida Kanada. Yaxshi. Jasmina, endi hozir siz bilan bir nechta blitz savollarni o'qib eshitiraman. Siz esa bularga tezda javob berishingiz kerak bo'ladi. Tayyormisiz? Tayyorman. Okey, unaqa qiyin savollar yo'q. Birinchi savol, kino yoki kitob? Kitob. Kitob. Eng qiyin section IELTSda? Writing. Eng yoqadigan section? Listening. Listening. Ustozingiz qaysi odati yaxshi yoqadi? Sense of humor. Sense of humor. IELTSda eng yoqqan nima? Community. Sizga eng ko'p yordam bergan habit? Discipline. Jasmina, bugungi intervyuga kelganingiz va shunaqangi ajoyib, qiziqarli suhbat uchun katta rahmat aytaman va juda ham xursandman siz bilan tanishganimdan shaxs sifatida va IELTS sonida mana shunaqa alumnilar borligidan har doim faxrlanamiz. Siz kelajakda o'sha universitetlarga topshirmoqchiman deyapsiz, shu eng o'zingiz xohlagan universitetlarga grant bilan kirishingizni tilab qolaman va IELTS son har doim siz bilan faxrlanadi. Va sizga bugungi intervyuga kelganingiz uchun, mana shu va IELTS son tanlaganingiz uchun albatta tashakkurnoma bilan taqdirlaymiz. Rahmat kattakon. Va sizga IELTS sondan sovg'a. Rahmat kattakon. Meni ham intervyuga taklif qilganingiz uchun rahmat va Nusratxonga o'qituvchimga ham kattakon rahmat aytaman. Yordam berganlari uchun va o'rgatgan barcha narsalar uchun rahmat aytaman. Sizga ham rahmat bugungi suhbat uchun. Va shu bilan bizning bugungi student intervyumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi intervyudan o'rgangan eng yaxshi narsalaringizni kommentariyaga yozib qoldirsangizlar bo'ladi. Sizlar bilan keyingi intervyularda ko'rishguncha xayr.